Agarda siz ingliz tilida boshlang'ich darajada bo'lsangiz va endi boshlagan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Mening ismim Eshqo'ziyeva Marjona. Ingliz tilida 5 yildan ortiq muddatdan beri dars berib kelaman va bu vaqt ichida ko'plab darajadagi o'quvchilarga dars o'tganman. Beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate va hattoki IELTS darajadagi o'quvchilarga ham dars o'tib borganman. Birinchi IELTS topshirganimda 2020-yilda topshirganman. O'zimning IELTS natijam 7 va shu vaqtdan beri ko'plab o'quvchilarga ingliz tilini o'rganishlariga va IELTS sertifikatini qo'lga kiritishiga yordam berib kelaman. Ko'pgina o'quvchilarda bo'ladigan muammolarni bugun gaplashamiz va bularga mos bo'ladigan 5 ta yechimni o'rgatib ketaman. Beginner darajada bo'ladigan bo'lsangiz, siz asosan so'z o'rganasiz, grammatikani o'rganasiz, lekin o'zingizni tanishtira olishingizga kelganda ozgina qiynalib qolishingiz mumkin. Bugun sizga 5 ta formula o'rgataman va bu formula orqali siz o'zingizni bemalol tanishtirsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi formulamizga to'xtaladigan bo'lsak, bu I am plus kasblaringizni, ya'ni job yozsangiz bo'ladi, holatingizni aytsangiz bo'ladi va sifatlarni aytsangiz bo'ladi. Bu formula juda ham keng tarqalgan, ya'ni I am degan so'zingizdan keyin o'zingizni kasbingizni aytib o'tsangiz bo'ladi. Deylik, misol uchun agarda siz quruvchi bo'ladigan bo'lsangiz, doktor bo'ladigan bo'lsangiz, shifokor bo'ladigan bo'lsangiz, kasbingizni qo'llaversangiz bo'ladi. Misol uchun, I am a builder, I am a doctor deb aytsangiz bo'ladi. Va bu formulamizga aynan holatlaringizni, sifatlaringizni ham qo'llasangiz bo'ladi. Misol uchun, agarda hozirgi holatingizdan ancha charchagan bo'lsangiz, bemalol I am, ya'ni charchamoq degan so'zimiz bizda tired hisoblanadi. I am tired deb gap tuzsangiz bo'ladi. Sifatlarga ham, ya'ni o'zingiz qanday insonsiz, o'zingiz sifatlaringizni ham aytib kelsangiz bo'ladi. Bemalol, agarda siz aqlli bo'ladigan bo'lsangiz yokida juda ham sabrli inson bo'ladigan bo'lsangiz, I am, undan keyin sabrli degan so'zimiz, ya'ni ingliz tilida patient hisoblanadi. I am patient deb o'zingizni bemalol tasvirlab o'tsangiz bo'ladi. Ikkinchi formulamizga keladigan bo'lsak, bu formulamiz I work, ya'ni ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin. I work degani bu oddiygina men ishlayman degani. Yoki agarda siz ozgina yuqori darajadagi murakkab gaplar tuzmoqchi bo'lsangiz, I work in va undan keyin joy nomlarini yozsangiz bo'ladi. Deylik, agarda siz Toshkentda ishlasangiz, chet elda ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol men Toshkentda ishlayman yokida chet elda ishlayman deydigan bo'lsangiz, I work in Toshkent deb joy nomini qo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Yokida I work in London, ya'ni siz ishlash joylaringizni qo'llasangiz bo'ladi. Bu o'rgatib ketilayotgan formulalar va gaplarimizni hammasini daftariga yozib olishingizni tavsiya beraman va o'zingiz ham videoni pauza qilib shu formulalar asosida kamida 3 ta gaplar tuzib borsangiz yaxshi bo'ladi. Ikkinchi formulamiz shundan iborat edi. Uchinchi formulamizga qaraydigan bo'lsak, bu I study. Ya'ni ko'plab o'quvchilarimiz hozirda har xil tillar o'rganishadi, har xil fanlarni o'rganishadi va o'zingizni ingliz tilida tasvirlayotganingizda ma'lum bir fanni o'rganayotgan bo'lsangiz, bemalol men mana shu fanni o'rganaman deb aytmoqchi bo'lsangiz, I study degan formuladan qo'llasangiz bo'ladi. I study va undan keyin o'qiyotgan, o'rganayotgan qandaydir faningizda yozib qo'yasiz. Deylik, agarda siz hozir ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, I study English, ya'nida men ingliz tilini o'rganaman. Yokida I study let's say maths, men matematika o'rganaman. Va bundan siz ham o'zingizga mos bo'lib, qaysi fanni o'rganayotgan bo'lsangiz yozib borishingiz kerak, chunki videoning oxirida biz barcha o'rgangan formulalarimizni jamlab, bitta qisqagina qilib o'zingizga mos bo'ladigan tasvir yozsangiz bo'ladi. Uchinchi formulamiz shundan iborat edi. To'rtinchi formulamizga qaraydigan bo'lsak, bu I want, ya'ni xohlamoq degan so'zimiz. I want, ya'ni undan keyin noun qo'llanadi, ya'ni ot so'z turkumi qo'llab olishingiz kerak bo'ladi. Bunga har xil narsalar bo'lishi mumkin. Yokida yangi mashina xohlasangiz, yangi uy xohlaydigan bo'lsangiz, I want va xohlagan narsangizni nomini ingliz tilida yozib qo'ysangiz bo'ladi. Deylik, agarda yangi uy xohlaydigan bo'lsangiz, bemalol I want a house, ya'ni men uy xohlayman desangiz bo'ladi. Agarda pul istaydigan bo'lsangiz, I want money, ya'ni men pul xohlayman. Yokida agarda siz ish harakati bo'lib keladigan bo'lsa, misol uchun ingliz tilini o'rganishni xohlayman, kuylashni xohlayman, raqsga tushishni xohlayman
yokida ma'lum bir tilda gaplashishni xohlayman deb ish harakati qo'llanadigan bo'lsa, oxirgi formulamiz shundan iborat. Ya'ni ish harakatiga nisbatan bo'ladigan formulamiz I want, undan keyin fe'l va ya'ni verb to qo'llanishi kerak bo'ladi. I want to speak English. Speak deganimiz bu muloqot qilmoq, ya'ni gaplashmoq degani. I want to speak English. Ya'ni men ingliz tilini o'rganishni va gapirishni xohlayman deganim. Yokida deylik qo'shiq aytishni xohlasangiz. I want to sing songs. Men qo'shiq kuylashni xohlayman degan ma'noda keladi. Bu 4 bilan 5 formulamiz biriga o'xshash. Faqatgina asosiy farqi 4 formulamizda I want dan keyin ot so'z turkumi qo'llanadi va keyingi formulamizda esa I want verb to qo'llanishi kerak, ya'ni ish harakati qo'llanib borishi kerak bo'ladi. Formulalarimiz mana shulardan iborat. Bularga mos bo'ladigan gaplarni tuzib borsak, endi hamma formulani jamlaydigan bo'lsak, birinchi formulamizga qaraganimizda biz I am va undan keyin kasblarni, holatlarni, sifatlarni qo'llagan edik. Biz kelinglar sizlar bilan hozir kasb oladigan bo'lsak, ya'ni I am plus kasb, ya'ni job degan formulamizda I am a builder, ya'ni o'zingizni tasvirlaganingizda bemalol kasbingizni qo'llab ketsangiz bo'ladi. I am a builder, ya'ni men quruvchiman. Ikkinchi formulamizda esa bizda I work degan formulamiz bo'lgan edi, ya'ni men ishlayman degan ma'noda keladi. I work in, ya'ni qayerda ishlaysiz? Misol uchun, agarda Toshkentda ishlaydigan bo'lsangiz, I work in Toshkent. Ya'ni birinchisida I am a builder, I work in Toshkent. Uchinchi formulamizni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, bunda I study, ya'ni men o'qiyman. Agarda ingliz tilini o'qiyotgan bo'lsangiz, I study English deb qo'shsangiz bo'ladi. Va biz oxirgi o'rgangan formulalarimizdan bittasi I want, men xohlayman. Misol uchun, men Toshkentda ishlayman, quruvchiman va ingliz tilida o'qishni, ingliz tilida gapirishni xohlayman deb aytadigan bo'lsangiz, I want to speak English deb qo'shsangiz bo'ladi. Ya'ni faqatgina har doim ismingizni va yoshingizni ingliz tilida aytib o'zingizni tanishtirayotgan bo'lsangiz, bu formula orqali siz yanada o'zingizni tanishtirsangiz, boyita olsangiz bo'ladi. Ishlash joyingizda, nima kasb qilishingizni va nimalar xohlashingizni kiritib o'tsangiz bo'ladi. Shu bilan darsimiz yakunlandi. Agarda sizning darajangiz boshlang'ich darajada bo'lsa, berib o'tilgan formulalar foydali bo'ladi degan umiddaman. Agarda ma'lumotlarga tushunmagan bo'lsangiz, boshlang'ich bilimlarni o'rganishingizni tavsiya etaman. Misol uchun olmoshlarni, alifboni va raqamlarni va aynan shu ma'lumotlar bizning Telegram kanalimizda ham qo'yib boriladi. Bemalol o'tib o'rgansangiz bo'ladi va bundan-da foydaliroq bo'lgan darsliklarni har yana joylab boraman. Menga obuna bo'lib qo'ying va kuzatib boring.